Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Yaqin inson, ayniqsa pensioner vafot etganda, uni dafn qilish uchun qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi qog'oz bo'lmasa, qabriston qabul qilmasligi mumkin. Qarindoshlar nimalarni oldindan bilishi shart. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki hech kim bunday vaziyatga tayyor bo'lmaydi. Lekin aynan o'sha og'ir paytda odamlar sarosimada qolib, bir idoradan ikkinchi idoraga yugurishga majbur bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda bosqichma-bosqich qaysi hujjat qayerdan olinadi, kimga kerak emas, qaysi xatolar muammo keltirib chiqarishini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar har bir xonadon uchun zarur. Avvallari ko'p joylarda dafn masalasi mahalla, qarindoshlar va qabriston mas'ullari bilan og'zaki kelishuv asosida hal bo'lib ketardi. Kimdir vafot etsa, qo'shnilar yordam berardi, mahalla raisi xabar topardi, imom chaqirilardi, qabristondan joy ajratilardi. Hujjat masalasi keyinroq, ya'ni o'lim guvohnomasi olish, pensiyani to'xtatish, meros ishlarini ochish paytida hal qilinardi. Lekin hozir ko'p hududlarda tartib ancha qat'iylashgan. Sababi oddiy. Davlat organlari o'lim holatini rasmiy qayd etishi kerak. Qabristonlarda hisob yuritilishi kerak. Noqonuniy dafn, shaxsni aniqlamasdan ko'mish, pensiya va nafaqa to'lovlarida xatoliklar bo'lmasligi kerak. Ayniqsa pensionerlar bo'yicha masala sezgir. Chunki inson vafot etganidan keyin uning pensiya davom etib ketmasligi, ortiqcha to'lov bo'lmasligi. Keyinchalik qarindoshlarga ortiqcha olingan pensiyani qaytaring degan talab kelmasligi uchun ham hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilishi zarur. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Aksincha, sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Chunki ko'p oilalarda eng katta muammo pulda ham emas, odam topishda ham emas, aynan hujjatni bilmaslikda bo'ladi. Masalan, tibbiy o'lim ma'lumotnomasi qayerdan olinadi? Fradiyodan o'lim haqidagi guvohnoma qachon olinadi? Qabristonga nima ko'rsatiladi? Marhumning pasporti yoki ID kartasi bo'lmasa, nima qilinadi? Pensioner bo'lsa, pensiya jamg'armasiga kim xabar beradi? Dafn puli olish uchun nimalar kerak? Mana shularni bilmagan odam og'ir kunda yanada qiynaladi. Endi ko'p joylarda dafn qilishdan oldin kamida bir nechta asosiy hujjat talab qilinishi mumkin. Birinchisi, tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnoma. Bu hujjat shifokor tomonidan beriladi. Agar odam uyda vafot etgan bo'lsa, odatda tez yordam yoki oilaviy poliklinika shifokori chaqiriladi. Shifokor o'lim holatini ko'radi. Agar shubhali holat bo'lmasa, tegishli tibbiy ma'lumotnoma rasmiylashtiriladi. Agar o'lim sababida shubha bo'lsa, masalan jarohat, zaharlanish, yiqilish, zo'ravonlik alomati, yoshga mos bo'lmagan to'satdan o'lim bo'lsa, ichki ishlar organlari va sud tibbiy ekspertiza masalasi chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda qarindoshlar tezroq dafn qilamiz deb shoshilsa ham, huquqiy tartib bajarilmasdan turib ruxsat berilmasligi mumkin. Ikkinchisi, o'limni davlat ro'yxatidan o'tkazish. Odatda bu ifodai organi orqali amalga oshiriladi. Hozir ayrim xizmatlar elektron tizim orqali ham bog'langan bo'lishi mumkin. Lekin amalda qarindoshlardan marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, tibbiy o'lim ma'lumotnomasi, ariza beruvchining shaxsiy hujjati so'raladi. Natijada o'lim haqidagi guvohnoma yoki tegishli qayd hujjati olinadi. Uchinchisi, qabriston ma'muriyati yoki mahalla talab qiladigan ruxsat va qayd hujjatlari. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Lekin odatda marhum kimligi, qaysi mahalladanligi, qaysi qabristonga dafn qilinayotgani, joy ajratilgani va dafn sanasi qayd etiladi. Shuning uchun hech qanday qog'ozsiz olib borib ko'mib kelamiz degan yondashuv hozir xavfli. Qabriston mas'uli o'limni tasdiqlovchi hujjat bormi deb so'rashi tabiiy. To'rtinchisi, pensioner bo'lgan shaxs bo'yicha pensiya organlariga ma'lumot berish. Bu dafnning o'zidan ham keyin qilinadigan ish bo'lishi mumkin, lekin uni cho'zmaslik kerak. Chunki vafot etgan pensionerning plastik kartasiga pensiya tushishda davom etsa, keyinchalik bu pul noqonuniy olingan deb hisoblanishi mumkin. Qarindoshlar biz bilmaganmiz, karta uyda turgan, avtomatik tushgan desa ham, ortiqcha to'lovni qaytarish talabi kelishi ehtimoli bor. Eng avvalo uyda keksa pensioner bor oilalar bu tartibni bilishi shart. Masalan, 7-8 yoshli otaxon uzoq yillardan beri pensiya oladi. Yurak kasalligi bilan poliklinikada hisobda turadi. Agar u uyda vafot etsa, birinchi qadam mahallaga yugurish emas, shifokorni chaqirish. Chunki o'lim tibbiy tasdiqlanmasa, keyingi hujjatlar ochilmaydi. Shifokor kelib
kasallik tarixi asosida ma'lumotnoma beradi. Shundan keyin FHDVO, keyin qabriston masalasi hal qilinadi. Ikkinchi toifa marhumning hujjatlari tartibsiz bo'lgan oilalar. Masalan, buvining pasporti eski, ID karta olinmagan. Hujjati yo'qolgan yoki familiyasi bir joyda boshqacha, pensiya hujjatda boshqacha yozilgan. Mana shunday holatlarda qarindoshlar ko'proq yuguradi. Chunki qabriston ham, FHDVO ham, pensiya organi ham shaxsni aniq tasdiqlashni xohlaydi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Keksa ota-onangizning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi, tibbiy daftarchasi, nikoh guvohnomasi. Farzandlar bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasini bir papkaga solib qo'ying. Bu yomon niyat emas, bu tartib. Uchinchi toifa, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Masalan, 82 yoshli ayol bir o'zi yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Qo'shnilar topib qolsa kim ariza beradi? Kim hujjatlarni yig'adi? Kim dafni tashkil qiladi? Bunday holatda mahalla, ijtimoiy xodimlar, qarindoshlar roli juda muhim. Agar oldindan mas'ul shaxs belgilanmagan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin, lekin kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar marhum shifoxonada vafot etgan bo'lsa, tibbiy hujjatni shifoxonaning o'zi beradi. Agar hujjatlari to'liq bo'lsa, qarindoshlar yonida bo'lsa, o'lim sababi shubhali bo'lmasa, dafn jarayoni odatda hal bo'ladi. Faqat tartibni bilish kerak. Bu yerda gap endi hech kimni dafn qilishmaydi degan vahima haqida emas. Gap hujjatsiz dafn jarayoni to'xtab qolishi mumkin degan amaliy haqiqat haqida. Birinchi misol, Toshkent viloyatida 70 yoshli pensioner uyida vafot etdi. Oila darhol qarindoshlarga xabar berdi. Yuvish, kafanlash, janoza masalalarini boshladi. Lekin shifokor chaqirishni unutishdi. Qabristonga murojaat qilganda mas'ul o'limni tasdiqlovchi tibbiy hujjat qani dedi. Natijada qarindoshlar yana uyga qaytdi. Tez yordam va poliklinika bilan bog'landi. Ma'lumotnoma oldi. Dafn bir necha soatga kechikdi. O'sha oilaning xatosi tartibni bilmaslik. Ikkinchi misol, 95 yoshli buvining pensiyasi kartaga tushardi. Buvining vafotidan keyin farzandlari dafn qildi. Lekin pensiya organiga xabar bermadi. Keyingi oy karta hisobiga pensiya tushdi. Oila dafn xarajatlari ko'p bo'ldi deb pulni ishlatdi. Oradan vaqt o'tib, vafot sanasi tizimda qayd etilgach, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kerakligi aytildi. Bu yerda oila yomon niyat qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin qonuniy nuqtai nazardan vafot etgan shaxs nomiga tushgan ortiqcha pensiyani ishlatish muammo tug'diradi. Uchinchi misol, bir otaxonning pasporti yo'qolgan, faqat eski nusxasi bor edi. U vafot etganda qarindoshlari FHDVOda qiynaldi. Chunki marhumning shaxsini tasdiqlash, tug'ilgan sanasi, familiya, ismi, yashash joyi bo'yicha aniqlik kiritish kerak bo'ldi. Bu jarayon asabiylik keltirdi. Agar oldindan hujjat tiklanganda yoki hech bo'lmasa barcha nusxalar tayyor turganida bunday muammo bo'lmasdi. 4-misol. Marhum pensioner boshqa tumanda ro'yxatda turardi, lekin farzandining uyida yashab vafot etdi. Qabriston esa farzand yashaydigan hududda edi. Bu vaziyatda mahalla ma'lumotnomasi yashab turgan joyi bo'yicha tushuntirish, qarindoshlikni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Chunki bu odam shu hududda dafn qilinyaptimi? Qarindoshlar kim joy ajratish asoslimi degan savollar tug'iladi. Men amaliy jihatdan eng ko'p kerak bo'ladigan hujjatlarni sanab o'taman. Birinchisi marhumning pasporti yoki ID kartasi. Agar yo'q bo'lsa eski pasport nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy guvohnoma, pensiya hujjati kabi yordamchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Lekin asosiy hujjat baribir shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Ikkinchisi tibbiy o'lim ma'lumotnomasi. Bu eng muhim hujjatlardan biri. Uni shifokor beradi. U bo'lmasa FHDVOda o'lim qayd etilmaydi yoki jarayon to'xtaydi. Uchinchisi FHDVO tomonidan beriladigan o'lim haqidagi guvohnoma yoki o'lim qaydi. Bu hujjat keyinchalik meros. Bank, pensiya, kommunal hisoblar, uy-joy masalalari, notarius ishlari uchun ham kerak bo'ladi. 4-si ariza beruvchi qarindoshning pasporti yoki ID kartasi. Chunki hujjatlarni kim olayotgani, kim murojaat qilayotgani aniqlanishi kerak. 5-si qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, farzand bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, turmush o'rtog'i bo'lsa nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh yoki ajrim hujjatlari. Ko'p odamlar buni e'tiborsiz qoldiradi. Ayniqsa qiz farzand turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, onasi yoki otasi bilan qarindoshlikni isbotlash uchun tug'ilganlik guvohnomasi juda kerak bo'ladi.
Oltinchisi mahalla yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Hamma joyda ham bir xil talab qilinmaydi. Lekin ayrim hududlarda marhum shu mahallada yashaganini tasdiqlash dafn joyi bo'yicha murojaat qilish uchun kerak bo'lishi mumkin. 7-si pensioner bo'lgani uchun pensiya guvohnomasi, pensiya kartasi yoki pensiya tayinlanganiga oid ma'lumotlar. Bular dafnning o'zida doimiy talab qilinmasligi mumkin. Lekin dafn puli pensiyani to'xtatish hisob-kitob masalalarida kerak bo'ladi. Eng muhim nozik jihat, o'lim sababi shubhali bo'lsa, oddiy tartib ishlamasligi mumkin. Masalan, keksa odam yiqilib boshdan jarohat olgan, keyin vafot etgan. Qarindoshlar baribir yoshi katta edi deyishi mumkin. Lekin shifokor va huquqni muhofaza qiluvchi organlar buni tekshirishi shart bo'lishi mumkin. Chunki o'lim tabiiy kasallikdanmi yoki tashqi ta'sirdanmi aniqlanishi kerak. Bunday holatda dafn kechikishi mumkin. Bu qonuniy jarayon. Ikkinchi nozik jihat, marhumning hujjatidagi ism familiya bilan boshqa hujjatlardagi yozuv farqi. Masalan, pasportda To'xtasinov, pensiya bazasi To'xtasinov, tug'ilganlik guvohnomasida To'xtasinov yozilgan. Bu mayda farqdek ko'rinadi, lekin rasmiy jarayonda savol tug'diradi. Shuning uchun hayotligida bunday xatolarni tuzatish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik jihat, qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Biri otamni qishloqqa dafn qilamiz deydi. Boshqasi shaharda qoladi deydi. Qabriston mas'ullari bunday nizoga aralashishni xohlamaydi. Agar yaqin qarindoshlar bir fikrga kelmasa, dafn jarayoni og'irlashadi. Shuning uchun oilada bunday masalalar og'ir bo'lsa ham oldindan hurmat bilan gaplashib qo'yish foydali. 4-nozik jihat, dafn puli. Ko'pchilik pensioner vafot etsa, dafn uchun bir martalik nafaqa yoki to'lov olish mumkinligini eshitgan. Lekin uni olish uchun ham hujjat kerak. O'lim haqidagi guvohnoma, ariza beruvchining pasporti, qarindoshlik yoki dafn xarajatlarini qilganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank rekvizitlari talab qilinishi mumkin. Hudud va amaldagi tartibga qarab ro'yxat farq qiladi. Eng muhimi, bu pul avtomatik ravishda qo'lga berilmaydi. Murojaat qilish kerak. 5-nozik jihat, marhumning bank kartasi. Men qat'iy aytaman, vafot etgan shaxsning kartasidan pul yechish masalasida ehtiyot bo'ling. Agar bu pensiya yoki ijtimoiy to'lov bo'lsa, vafot sanasidan keyin tushgan summa muammo bo'lishi mumkin. Agar kartada oldindan yig'ilgan shaxsiy pul bo'lsa ham, meros tartibi degan masala bor. Shuning uchun bank, notarius, pensiya organi bilan to'g'ri maslahatlashmasdan PIN kodini bilamiz-ku deb pul yechish keyin nizoga olib kelishi mumkin. Birinchi qadam. Agar pensioner vafot etsa, darhol shifokor chaqiring. Uyda vafot etgan bo'lsa, tez yordamga yoki oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Shifokor kelmasdan turib jasadni boshqa joyga olib ketish, dafnni boshlash tavsiya etilmaydi. Tibbiy o'lim ma'lumotnomasi keyingi barcha ishlarning kaliti. 2-qadam. Marhumning hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Agar hujjatlar topilmasa, hech bo'lmasa nusxalarini, fotosuratini, eski ma'lumotlarni izlang. 3-qadam. Mahalla bilan bog'laning. Mahalla raisi yoki mas'ul xodimga xabar bering. Bu nafaqat tashkiliy yordam uchun, balki qabriston joy ajratish, mahalla ma'lumotnomasi. Ehtiyojmand oila bo'lsa, yordam masalalari uchun ham kerak. 4-qadam. FHDYoga murojaat qiling. Tibbiy o'lim ma'lumotnomasi asosida o'limni ro'yxatdan o'tkazish kerak. Bu hujjatni cho'zmaslik kerak, chunki keyin meros. Pensiya, dafn puli, bank, uy-joy masalalarining hammasi o'lim guvohnomasiga bog'lanadi. 5-qadam. Qabriston ma'muriyatiga hujjatlar bilan boring. O'limni tasdiqlovchi tibbiy yoki FHD hujjati. Marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat. Murojaat qiluvchining pasporti yoningizda bo'lsin. Qaysi qabristonga dafn qilinishi, joy masalasi, dafn vaqti, qayd daftariga kiritish tartibini aniq so'rang. 6-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organlarga xabar bering. Marhum pensioner bo'lganini, vafot sanasini, o'lim guvohnomasini taqdim eting. Dafn puli yoki boshqa to'lovlar bor yo'qligini so'rang. Agar ortiqcha pensiya tushgan bo'lsa, uni qanday tartibda qaytarish yoki hisob-kitob qilish kerakligini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlang. 7-qadam. Bitta mas'ul qarindoshni belgilang. Og'ir kunda hamma gapiradi. Hamma maslahat beradi. Lekin hujjat uchun bitta odam javobgar bo'lsa, ish yengillashadi. U odamning yonida telefon, pasport, marhumning hujjatlari, ruchka bir nechta nusxa bo'lsin.
Hozir ko'p joyda hujjat nusxasi telefon raqam, ariza kerak bo'lib qoladi. Men tomoshabinlarga eng foydali maslahatni aytaman. Keksalar bor uyda hujjatlar papkasi bo'lsin. Bu papkaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjati nusxasi, tibbiy kartadan muhim ma'lumotlar. Dori ro'yxati, yaqin qarindoshlar telefon raqamlari, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari nusxalari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar solib qo'yilsin. Bu ishni qilish uyat emas. Aksincha, bu farzandlik mas'uliyati. Yana bir maslahat. Pensioner ota-onangizning bank kartasi, pensiyasi, kommunal to'lovlari, telefon raqami kim nomidaligini biling. Ko'pincha odam vafot etgandan keyin farzandlar uy hujjati qayerda? Karta qaysi bankdan? Pensiya qachon tushadi? Qarz bormi, kredit bormi bilmay qoladi. Natijada dafn tugagandan keyin ham oylar davomida idora yuradi. Agar keksaning hujjatlarida xato bo'lsa, hayotligida tuzating. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, ro'yxatdan o'tgan manzil, nikoh holati, bularning hammasi keyinchalik muhim. Ayniqsa meros masalasida bitta harf xatosi ham notariusda muammo bo'lishi mumkin. Birinchidan, shifokor ko'rmasdan turib yoshi katta edi. Tabiiy o'lim deb o'zingiz xulosa chiqarmang. Tibbiy tasdiq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, qabristonga hujjatsiz borib mas'ullar bilan tortishmang. Ular ham javobgar. Agar ular hujjat so'rasa, bu sizni qiynash uchun emas, tartib uchun. Uchinchidan, marhumning pensiya kartasidan vafotdan keyin tushgan pulni shoshilib ishlatmang. Keyin qaytarish kerak bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchidan, o'lim guvohnomasini olishni kechiktirmang. Dafn o'tsin, keyin ko'ramiz deyish mumkin. Lekin keyinchalik barcha ishlar to'xtab qoladi. Beshinchidan, qarindoshlar o'rtasida hujjatlarni yashirmang. Meros, pensiya, dafn puli masalalarida shaffoflik bo'lmasa, nizo chiqadi. Og'ir paytda oila birarlashishi kerak, hujjat tashmasligi kerak. Demak, asosiy gap shuki, pensioner vafot etganda dafn jarayoni faqat diniy va oilaviy marosim emas, u rasmiy hujjatlar bilan ham bog'liq. Tibbiy o'lim ma'lumotnomasi, FHDyadagi o'lim qaydi, marhumning shaxsiy hujjati, qarindoshning pasporti, mahalla va qabriston tartiblari, pensiya organiga xabar berish, bularning hammasi muhim. Hujjatlar oldindan tartibli bo'lsa, qarindoshlar og'ir kunda kamroq yuguradi, kamroq asabiylashadi va marhumni hurmat bilan tartibli dafn qiladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq uyingizdagi keksa ota-onangiz, bu bobongiz hujjatlarini tekshiring. Pasporti bormi? Pensiya hujjatlari joyidami? Tibbiy ma'lumotlari joyidami? Tibbiy ma'lumotlari qayerda, qarindoshlik hujjatlari saqlanganmi? Hammasini bir papkaga solib qo'ying. Bu ehtiyotkorlik sizni ertaga katta muammodan qutqarishi mumkin. Sizning hududingizda dafn uchun qanday hujjatlar so'ralyapti? Qabriston, mahalla yoki FHDyoda qanday tajribaga duch kelgansiz? Izohlarda yozing, boshqalar ham foyda olsin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, meros, dafn puli va hujjatlar bo'yicha yana muhim masalalarni tushuntirib boraman.